Bismillahirrohmanirrohim. Inson farishtalardan yaxshiroq yoki hayvonlardan battarroq bo'lishi mumkin. Ba'zi ulamolar shunday dedilar. Alloh taolo farishtalarga aql berdi, lekin shahvat bermadi. Hayvonlarga shahvat berdi, lekin aql bermadi. Insonga esa aql va shahvatni berdi. Shunga ko'ra kimki o'z aqlini shahvatidan ustun qilib olsa, u farishtalardan ham yaxshiroq bo'ladi. Kimki o'z shahvatini aqlidan ustun qilib olsa, u holda u hayvonlardan ham battarroq bo'ladi. Xullas, gunohlar va shahvatlardan saqlanish zarurdir. Afsuski, bugun gunohdan saqlanishga hech e'tibor yo'q. Yaxshi odamlar ichida ham unga hech ahamiyat yo'q. Namoz ham o'qilyapti, roza ham tutilyapti. Ilm va ta'lim ham bo'lyapti. Dars va tahqiq ham bo'lyapti. Lekin hayratlisi shuki, gunohdan saqlanishga hech alohida e'tibor yo'q. Unga e'tibor yo'qligining sababi shuki, bizni nafs va shayton ular orqali gunohga chorlaydigan. Gunohlarning yo'llari nimalar ekanini juda ko'p odamlar bilmaydilar. Bu yerda gunohlarning eshiklari yoki yo'llari nimalar va qaysilar ekanini ham tushunib olish lozim bo'ladi. Gunohlarning yo'llari. Nafs va shayton insonga turli xil yo'llar va eshiklardan hamla qiladi. Va bunga ushbu hadisda ishora qilingan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: "Albatta shayton odam bolasining qon tomirlarida kezadi", dedilar. Muttafaqun alayh. Bu hadisda bir lafz kelgan. Uning ikki xil ma'nosi bo'lishi mumkin. Biri, bu suratda hadisning tarjimasi shuki, shayton insonning ichida xuddi qon kezgandek kezib yuradi. Va ikkinchisi shuki, u holatda uning ma'nosi shayton insonning tomirlarida kezadi bo'ladi. Birinchi suratda shayton insonning ichida kezishi aytilgan, lekin qayerda kezadi? Bu aytilmadi. Ikkinchi suratda shayton insonning qayerida kezishi aytilgan. U qon yuradigan joyda kezadi, ya'ni tomirlarda kezadi. Xullas, shayton insonni yo'ldan ozdirish uchun unga shu tarzda hamla qiladiki, uning aynan ichiga kirib ketadi. Ha azizlar, inson farishtadan ustun yoki hayvondan ham past bo'lishi mumkin. Alloh taolo farishtalarga shahvatni bermadi. Farishtalar tunu kun Alloh taologa sajda qiladilar. Ular shahvat nimaligini bilmaydilar. Ular gunoh nimaligini bilmaydilar. Chunki ularda bunday xususiyat yo'q. Insonda esa shahvat bor va bir paytning o'zida farishtaga berilgan ibodatga rag'bat, Allohni tanish, aql, qalb bor. Agar inson farishtalarning mana shu sifatini ushlab, Alloh taologa ibodat qilib, shahvatini saqlay bilsa, albatta u farishtadan ustun bo'ladi. Shuning uchun farishtalar insonga sajda qilganlar. Ha azizlar, Alloh taolo farishtalarga insonga sajda qilishni buyurdi. Nima uchun? Chunki inson har bir narsaning ismini biladi. Inson Alloh taologa aql va qalb bilan ibodat qila oladi. Ya'niki u shahvatdan o'zini tiyib, gunohdan o'zini tiyib, turli xil aysh va ishratlardan o'zini tiyib, Alloh taolo yuzlana oladi. Shuning uchun ham insonning qilgan har bir ibodati, har bir Alloh taologa qilayotgan rag'bati farishtalarning ibodatidan ko'ra ustun bo'lajak. Biz ham Alloh taologa mana shunday ibodat qilishni o'rganishimiz kerak. Agar biz ijtimoiy hayotimizda turli xil aysh va ishratlardan saqlana olsak, turli xil yomonliklardan o'zimizni tiya olsak va Allohga yuzlanib masjid tomon borsak, 5 vaqt namozni o'z vaqtida ado etsak, ro'zalarimizni tutsak, hech kimni g'iybat qilmasak, fisq va fujur bilan shug'ullanmasak, silay rahim qilsak, insonlarga yaxshilik qilsak, agar imkonimiz bo'lsa, ihson qilsak, albatta biz ham
Allohning nazdida farishtalardan ustun bo'lajakmiz va Alloh taolo oqibatimizni ham xayrli qilajak. Ha azizlar, agar siz mana shu ishlarni kundalik odatingizga aylantira olsangiz, albatta Alloh taolo sizning oqibatingizni xayrli qiladi. Alloh taolo barchalarimizga mana shunday g'ayratni, mana shunday shijoatni nasib qilsin. Siz tilingizni zikr bilan mashg'ul qiling. Turli xil yolg'on, bo'xton, lag'v gaplardan o'zingizni tiya biling. Siz kuningizni ibodat bilan o'tkazing. Namoz vaqti keldimi? O'z vaqtida joy namoz solib, qayerda bo'lishingizdan qat'iy nazar ibodatni o'z vaqtida bajaring. Agar imkoningiz bo'lsa, masjidga borib namozni ado eting. Bo'lmasa, o'sha yerda imkoniyat topib, tahorat qilib, Alloh taologa yuzlanib, niyat qilib namozingizni ado eting. Chunki Robbimiz bu narsadan albatta xursand bo'lajak. Bizning bu dunyoda yashashimizdagi eng oliy maqsadimizdan biri ham Alloh taoloning roziligini topishdir. Va o'z-o'zidan ijtimoiy hayotimizda farzandlarimizning rizqini ta'minlash, ahli ayolimizga yaxshi munosabatda bo'lish, ota-onamizni rozi qilish. Mana bularni hammasini bir joyga jamlagan holda hayot kechirsangiz, Alloh taolo sizning hayotingizni go'zal qilajak. Alloh taolo sizga rizq berajak. Alloh taolo sizning har bir ishingizni o'ngidan qilajak. Ha azizlar, mana shunday yashashni o'rganishimiz kerak. Boshqalarni qo'ying, boshqalarni taftish qilishni yig'ishtiring. Bugungi kunda ijtimoiy tarmoqlarda ham turli xil videolar tarqalib, unga har xil kommentariyalar yozib, birovlarni so'kib, birovlarni urishib, taftish qilib yotganlar ham oz emas. Bu ishlar bilan shug'ullanishga aslida musulmonning vaqti bo'lishi kerak emas. Chunki musulmonning qiladigan ishi aniq. Bugungi ibodatlari, bugungi zikrlari, bugungi tasbihlari va albatta dunyoda farzandini rizqini topish, insonlarga yaxshilik qilish, jamiyatga o'z foydasini berish. Mana bu musulmonning vazifasi. Boshqalarni taftish qilib, boshqalarni muhokama qilish bizning ishimiz emas, aziz qilaylik. Bugun men nima qildim? Hech kimni g'iybat qilib qo'ymadimmi? Hech kimga yomonlik qilib qo'ymadimmi? Yoki kimga yaxshilik qildim? Kimga foydam tegdi? 5 vaqt namozimni o'z vaqtida ado etdimmi? Qazo qilib qo'ymadimmi? Qur'on, kunlik Qur'onni o'qidimmi? Zikr, tasbihlarimni qildimmi? 5 vaqt namozimdan necha vaqtida jamoat bilan masjidda o'qidim. Ya'ni 27 baravar savobga erishish maqsadida men ko'proq savob olish uchun masjidda namoz o'qidim. Mana shularni taftish qiling. Xuddi oynaga qarab, o'zingizni kamchiligingizni to'g'rilaganingiz kabi siz hayotingizdagi kamchiliklarni ham taftish qilib, ertangi kuningizni bugungi kuningizdan ham go'zalroq o'tkazing. Ertangi kuningizni bugungi kuningizdan-da ko'ra Alloh taologa qurbat hosil qilish bilan o'tkazing. Mana shunda hayotingiz go'zal bo'ladi. Mana shunda siz farishtalardan ustun inson, ya'ni Alloh taoloning eng mahbub bandalaridan bo'lasiz. Eng go'zal hayot ham shu. Har doim pok yurib, ibodatni qilib, zikr tasbihlarni tushirib, insonlarga qo'ldan kelgancha yaxshilik qilib, jamiyatga foydangizni tekkizib, oilangizni rizqini o'z vaqtida ta'minlab, mana shunday yashaydigan bo'lsangiz, albatta Alloh taolo sizning hayotingizni bundan-da go'zal qilajak. Alloh taolo barchalarimizni mana shunday islomiy hayotda umrguzaronlik qilishimizni nasib ro'za aylasin. Va sallallohu taala ala xayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rohimin.